Bugun mening kayfiyatim shunchaki ajoyib. Nega bilasizlarmi? Chunki men hali qishloqni ko'rishga ulgurganim yo'q. Bu o'qlar yana qayerdan kelyapti axir? Menimcha taxmin qilyapman. Hozir o'ldirasan-ku meni. Qishloqi, hozir sen yo'qligingga xursand bo'lib turdim. Hammasini rasvo qilding. Aqldan ozdingmi? Nega uyingni obsidianga? 1-aprel. Qanaqa 1-aprel? Qishloqqa sen ustimdan kulyapsanmi? 1-aprelmish yaqqasa. Shuni 1-aprelni kutayotgandim. Hech kelsa davga. Bilasanmi qishloqqa sen meni jonimga tegding. Rostini aytyapman qishlog'i yo'q bo'l, meni qishlog'imdan uyimni ham yo'q qilyapsan. Sen faqat asab buzishni bilasan, yaramas. Asab chiqsa aql ketadi, o'zingni bos. Yo'q qishloqqa, men rostini aytyapman. Sen shunday asabimni buzib yubording. Sen borligingdan beri har kuni qayerdir portlaydi, har kuni nimadir bo'ladi. Shunchaki ket bu qishloqdan yoki men ketaman. Nima? Sen ro'zda bu qishloqdan ketishini xohlaysanmi? Ha, shuni xohlayman. Judayam kulgili yetadi, bo'ldi. Hazillik tugadimi? Yo'q qishloqqa, men hazillashmayapman. Ket bu yerdan, narsalaringni yig'ishtir. Jiddiy gapirayotganga o'xshaysan. Bilasanmi nima? Menga ham jonimga tegdi bu qishloq. Ketaman. Jonga tegdi. Bitta hazilni ko'tara olmaydigan do'st kimga kerak? O'zimga yaxshiroq do'stlar topaman, tushundingmi? Ha, bu ishing bilan meni juda xursand qilarding. Narsalaringni oldi, ket bu yerdan qishloqi. Nima, sen rostdan ketyapsanmi? Ha, ketaman, yo'qol. Ha, to'g'ri, yo'qol bu yerdan. Endi bo'ldi, men hayotim o'zgaradi. Mana shunday. Vop, daraxt ham tayyor. Ajoyib rasm chiqdi, men sizlarga aytsam. Bilasizlarmi nima, qishloqsiz yashash shunchaki mazza ekan. Lekin mazza qilib yuboryapman. Faqat bir tarafdan mendan ham juda ham ko'payib o'tdi. Juda ham ko'p qo'pollik qilib yubordim. Menimcha kechirim so'rash kerak. U qaytgan bo'lish kerak. Har doim mana shuni qurish chiqqandan keyin qaytib kelardi. Aniq qaytib kelgan bo'lish kerak. Shuning uchun hozir borib kechirim so'rayman. Xo'y, qishloqi, qayerdasan? Qaytib keldingmi? Qaytib kelgan bo'lishing kerak ketdi. Qishloqi, qaytib kelmabdi-ku. Sandig'ini ko'raychi, bu yerda ham hech narsa yo'q. G'alati, u allaqachon qaytib kelgan bo'lishi kerak edi. Doim mana shuni qurish chiqqandan keyin ketib qolib qaytib kelardi. Men esa undan kechirim so'ramoqchi edim. Umid qilamanki, biror muammoga uchramagan deb o'ylayman, bechora. O'ylanadi, sen shu yerda ekansan-ku, men esa seni qaytib kelmabdi deb o'ylabman. Yo'q, Artem, bu yerga qasos olish yo'q qaytdim, bilib qo'y. Nima? Qanaqangi qasos? Men sendan kechirim so'ramoqchi edim. Endi kech, Artem. Nega kech bo'lar ekan? Mana shu yerda turibsan-ku, meni kechir. Ne kreativga o'tding? Agar menga bu qishloqda joy bo'lmasa, bu qishloqqa bo'lmaslik kerak degan qarorga keldim. Tushunmadim. Yerni kovla. Nimalar deyapsan? Nega yerni kovlashim kerak men? Nima u? Tentimi? Menimcha bu yerda juda ham ko'p tenti borga o'xshaydi. Aynan, bitta to'g'ri harakat va bu qishloq osmonlarga uchadi. Bu yerda qanchalik ko'p tenti bor? Qishlog'ingni 2 marta kosmosga chiqarishga yetadi. Yo'q, sen bunday qilmasliging kerak. Men buni qilaman. Yo'q, men shunchaki bu qishloqni portlatishga qo'ymayman. Yaxshi, o'zim hammasini. Yo'qda, agar chatda anti-kreativga o'tdi degan so'z chiqsa, shu zahoti hamma joyni portlataman. Ishonaver, meni to'xtatishga ulgurmaysan. Ha, redstone blokni yerga qo'yish tezroq bo'ladi. Unda nima qilishimni xohlaysan? Orqangga qara xolos. Nega? U yerda nimadir bormi? Nima? Tushunib turganingdek, sen shu olmos izini poyaniga eng tepasiga chiqishing kerak. Va buni qilish uchun senda 5 ta imkoniyat bor. Tushunarli, va shunda sen qishloqni tinch qo'yasanmi? O'ylab ko'raman. Nega 5 ta imkoniyat bitta emas? Bittada chiqolmasligi aniq-da. Qishloqqa, sen menga past baho berayotganga o'xshaysan. Menimcha esa g'irt teskarisi bo'lyapti. Aytlanatib yurib sakrab bo'lmasmi axir? Bir qator yo'qligini ko'rgandim, lekin sakrab o'tolaman deb o'ylagandim. Lekin buni o'ylash yo'q ekan. Bitta imkoniyat qoldi e'tiboring uchun. Ha, endi ehtiyotroq bo'laman. Qani tepada seni boss kutyapti. Mayli, davom etish kerak. 4 tagina jonim qoldi. Bu esa nimaligini men bilaman. Bu tenti run. Topdimmi? Ha. Yana nima ham bo'lardi? Fantaziyang yo'q-ku seni. Qishlog'ingni portlashini ko'rmoqchimisan? Yo'q. Unda hazillashma. Men bu yerdan aniq o'ta olaman. Hop.
Tadam, men shu yerdaman. Bu umuman qiyin bo'lgani yo'q. Keyingi bosqichga o'tmamasam. Ha, siz ham keyingi bosqichga o'taman. Buncha shoshillasan nima? Bu yerda qulf bor ekan-ku, men buni qanday bilishim kerak axir? Qanday qasiga bilishim kerak? Odam degan. Sal e'tiborliroq bo'ladi odam. Aytlanatda yaramas qishloqqa seni urib ham bo'lmaydi. Ha, mayli, bu yerdan yana bir marta o'tdimmi? Demak, ikkinchi marta ham o'taman. Ana o'tdik ham tayyor. Parol menda. Sen nima qilyapsan? Qiyinlashtiryapman. Nima bo'lardi? Tezroq o'tmasang umuman o'tib bo'lmaydi yoqib qo'yaman. Paroling ham ajoyib ekan-ku. 1991 O'zbekiston mustaqil bo'lgan yil-ku bu. Tasodif. 1991-yil 31 kuni O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan. 1-sentyabr esa mustaqillik kuni deb olinadi. Aytlanadi boshqa tugmani bosib yubordim. Xalqi bosib kerak edi. G'alabaga imkoniyatlarim yanada kamaydi. O'zi sog' joyi qolmagan. Sen yana nimalar qilyapsan axir qishloqqa? Va o'lay dedim. Qishloq qanchalik chiroyli portlashini ko'rmoqchiman-da. Ishonaver, sen bugun buni ko'rmaysan. Xo'sh, yo'l ham ochildi. Endi davom etsak bo'ladi. Voy, qo'rqib ketibman. Bu yana nima balo bo'ldi? Lazer. Mening ishonching komilmi o'zi bu yerdan tirik o'tish mumkinligiga? Yo'q. Qanchalik yaxshi o'tsam ham kamida ikkita jon ketadiganga o'xshaydi. Men tirik qolmayman-ku tepagacha. Qani, men nega bo'lmasam 5 ta jon berdim sen pachoqqa. Mayli, fikrni bir joyga jamlab, o'tish kerak. Oxirigacha o'tishning iloji yo'q axir. Men shular otib turaman. Buni ham o'ylagandim o'zi. Xo'sh, ikkitaligidan qanday o'tish mumkin? Mana bu yerdan shundaymi? O'lay dedim. Tirik qolding. Men shular. Menimcha bu lazerli bosqichdan olmasdan ham meni xato qilishga atiga bittagina xatoyim qoldi. Bu uskuna menimcha jonlarni to'ldirish uchun, lekin mening jonlarim to'liq-ku axir. Lekin mening hozir jonim to'la. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, mayli, sakradik. Menimcha uddalayman. Wow, atiga bittagina jonim ketdi. Agar har safar to'g'ri shunday sakraydigan bo'lsam, ay, lanati, bu yerda ikkitasi kesishgan-ku. Menimcha bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Bo'ladi. Yo'q. Endi menda boshqa xato qilishga imkoniyat yo'q. Xuddi hardkorda o'ynayapman desam ham bo'ladi. Menimcha bu yerdan o'ta olmayman. Menimda g'oya bor. Menimcha mana bunday qilsa bo'ladimi? Mumkin. Oxirgi lazerdan tirik o'tsam kifoya. Vop! Tirik qoldim. Bittagina jonim qoldi, lekin qanday qolganlardan tirik o'taman? Hali eng qiyinlari oldinda bo'lsa kerak. Bu esa labirintga o'xshayapti. Mayli, labirint unchalik ham xavfli bo'lmasa kerak. Hech bo'lmasa shu yerda o'lmayman, aniq. Aytgancha, dunyodagi eng katta labirint qaysi labirint ekanini eshitganmisiz? Qaytib chiqdikmi? G'alati. Mayli, yana bir bor urinib ko'ramiz. Dunyodagi eng katta labirint bu Massum labirinti hisoblanadi. U Italiyada joylashgan bo'lib, uzunligi 3 kilometrdan oshiq va bu ham yetmaganidek, u oddiy devordan emas, butunlay bambukdan qurilgan. Obbo, labirintlar ustasi bo'lib ketdi. Bunchalik murakkab qurding. Ana bu devorga qarab borsam, menimcha, demak aniq chiqish bu yerda yoki bu yerdamikin? Ha, menimcha to'g'ri ketyapman, adashmasam. Qayerda qolding? Mana, yo'q. Mana bu devorning orqasida. Yo'q. Qayerda mana topdim. Fire door, olovli devor. Bu nimadan anglatarkin-a? O'zi bilib olasan. Ha, savollar qolmadi. Umuman olganda bu yerda hammasi oson. Shunchaki tepaga lavaga teginmasdan chiqish kerak. Oson, chiqcha ko'raylik. Qishloqqa sen rostdan ham yaxshiroq narsa o'ylab topa olmadingmi? Atiga 3 tagina lava qo'yib qo'yibsan-ku. Bundan chiqish umuman muammo bo'lmaydi. Shunchaki mana bundaysiga sekingina harakat qilsak, bu hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Ora-orada mana shunaqa tegib ketadi-yu, lekin bu hech narsa emas. Lanat yana tegib ketdi. Wow, bular yana kimlar bo'ldi? Qor bolalarmi? Bular meni sodiq yordamchilarim. Nima, qor bolalarmi? Ular hech zamonda xavfli bo'larmidi? Qurol ushlab olganlari bilan otishni bilmaydi, bilarkan. Xo'sh, yoqimtoy qor bolalarmikan? Ha, juda ham yoqimtoy. Bu sandiqda esa, men bularni olaman. Terminatorga aylandim-ku, bu ko'kosh nima qilishini bilaman. U 1 soniya deyiladi. Bular ham seni qutqarib qora olmasligi mumkin. Bittagina joni qolgan. Xavotir olma, men buni hammasini uddalayman. Xo'sh, qorbolalar, ikkinchi raundga tayyormisiz? Qani, undan oldin ovqat yeb olamiz. Xo'sh, qani olg'a. Sen hali xursand bo'lma.
tushunma, keyingi topshiriqdan aslihan gap qolib qolmaydi. Tushunmadim. Buni ochib bo'lmayapti-ku. Qanday ochishim kerak buni? Balkim parchalash kerakdir, a? Xo'sh, bu befoyda. Hattoki minigan ham olmosni parchala olmaydi. Lekin 4 dona so'z qalbni parchalashga yetadi. Kechirim so'radim-ku. Wow, mana bu yerda dastak bor ekan-ku, a? Bo'ldi, tushunarli. Bu yerdan qanday chiqish? Qani eshik ochil? Ochildi. Xo'sh, bu yerdan qanday o'tish kerak? Tushunishim bo'yicha bular meni pastga itarib yuborishga harakat qiladi. Sal qolsa ketib yuborardim. Menimcha yerga qulasam, bu aslahalar ham meni saqlab qolmaydi. Bu yerdan o'tish uchun menda g'oya bor. Shunchaki yugurish kerak. Yugurdik. Voy, yiqilib ketaman-ku. Qani. Nima? Do'rbozmisan sen? Ozginagina qoldi. Qani. Yuh, o'tdim. Lekin yiqilib tushishimga oz qoldi. Meni endi boss kutayotganga o'xshaydi. Iloyim oxirgi joningni sug'urib olsin. Och yo'limdan hozir bu bossingga haqiqiy jang qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Qani. Ketdik bu boss bilan jang qilishga. Qani. Mana bu yerda yoshini botamiz. Bu bossing naqadar kuchsiz shekilli. Menimcha bu bir 4-5 to'qimga ham yaramaydi. Kuchliroq boss qo'ymaysanmi? Darvanda qildi-yu, shuncha umidim bor edi undan. Kachkabanding udi. Xo'sh qishloqqa, men seni zinapoyingni butunlay o'tdim. Endi esa va'dangni bajar. Yaxshi. Xo'sh qishloqqa, tezroq yerdagi tentalarni yo'q qil. Hamma yer portlab ketmasdan oldin. Shuncha tentiya chiroyli portlasa kerak. Portlashni xayolingga ham keltirma. Sen bu yerdagi barcha tentalarni tozalashing kerak. Bilasanmi nima? Men o'ylab ko'raman degandim. Yo, unaqa qilma. Bye. Sen nima aqldan ozdingmi? Qoch.